Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Smurf sho'rvasi. Ota Smurf, biz Smurf meva tergani ketyapmiz. Yaxshi, ammo Gargamelni uy yonida ehtiyot bo'ling, ovozingizni chiqarmang. Xo'p bo'ladi, ota Smurf. Xuddi mitti sichqonlardek ehtiyotkor bo'lamiz va siz aytgandek oyoq uchida yuramiz. Senga ishonaman, bilaqol. Bora qoling. Ehtiyot bo'linglar. Hayır, ota Smurf. Hayır, ota Smurf. Yuragim smurflarni baxtiyor qilayotganini ko'rib quvonadi. Uxlab qoldi. Bo'ldi, kuylashni to'xtating. Ko'zingga qarab smurflasang bo'lmaydimi, landavur? Nima bo'ldi, bilag'on? Ota Smurf Gargamelni uyi yonida shovqa solmanglar dedi. Chunki Gargamel dushmanimiz va u sizga bor yo'g'ishini aytmoqchi edim. Sizga nima dedim? Ota Smurf, hoy, shoshmanglar. Voy, kim bu? Bilmadim, ammo u Gargamelning uyi tomonga ketdi. Yo'q, ota Smurf hech qachon. Hoy, shoshmanglar. Ikki yildan beri smurfitsitlar formulasi ustida ish olib bordim. Eshityapsanmi, Bezbet? Oxirgi qo'shimcha qoldi. 8 tomchi ilon zahri. Bir tomchi ortiqcha bo'lsa ham dahshatli portlash yuz beradi. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Bezbet! Seni postakka aylantirib qo'yaman. Yoki sholchaga. Yoki nima deb o'ylaysan? Nima qilyapsan? Sen kimsan o'zi? Kimsan? Men Ovchofatman. Qornim och. Ha, menda yegulik yo'q. Ketishim mumkin. Uzr, do'stim. Yo'q, ketmayman. Ketishni istamayman. Jahlim chiqayapti. Chunki qornim och. Haligi o'ylab ko'rish kerak. Balki qayerdadir biror yegulik qolgandir. Mazali taom keltir.
Yuringlar, nima bo'lishini ko'ramiz. Ota Smurf doim aytadiki, "Voy, shoshmanglar. Ochofat ovqatlanishni yaxshi ko'radi." Yaxshi. Endi balki sen Ochofatni qorni to'ymadi. Yana ovqat yeyman. lekin boshqa ovqat qolmadi-da. Uzr. Mana bu ovqat. Yo'q, bu mening mushugim. Bezbetni kuni bitdi. Ha, u yomon. Agar mushukni yesang, tuka jig'ildoringni qaynatadi. Uni yema. Nima? Ochofatni qorni och. Ochofat ovqat yeyish kerak. Balki bu galvar smurflardan qutulishimga yordam berar. Mazali. Ochofat mazali narsalarni yaxshi ko'radi. Menga qara. Ochofat, agar chindan ham mazali taom yemoqchi bo'lsang, senga dunyodagi eng mazali taomni tayyorlab beraman. Rostdanmi? Qanaqa? Smurf sho'rva. Nimali sho'rva? Smurfli sho'rva. Qishloqqa qayta qolaylik. Ha, yaxshi fikr. Sizga aytgandim, ha? Aytgandim. Qiziq, mazali taomlari ko'pmikan? Ota Smurf! Biz bahaybat odamni ko'rdik. U Gargamelning uyida. Ular Smurf sho'rva tayyorlashmoqchi. Ularga aytdim, ota Smurf ruxsat bermaganlar dedim, quloq solishmadi. Smurf sho'rva? Smurf sho'rvani yomon ko'raman. Gargamel o'sha barzangi bilan kelib bizni smurflab ketmoqchi. Tinchlanning. Hech kim kelmaydi. Qo'rqishga hojat yo'q. Bexavotir yashayveringlar. Smurflarni tanib olish juda oson. Kichkina, ko'm-ko'k va juda mazali. Judayam. Mazali? Smurflar qayerda o'zi? Ular menimcha haligi, ana u yerda. Ha. Ochofatni qorni och. Ochofat mushukli sho'rva xohlaydi. Yo'q. Smurf sho'rva undan mazaliroq. Mushuk bilan ishtahingni buzib nima qilasan, a? Yura qol, yur. Qayerda ekan? Menimcha, Ochofat. Mensiz qayerga ketdi ekan, a? Yana yo'ldan adashdim. O'sha la'nati smurflar qishlog'ini sira topolmas ekanman-da. Hech qachon. Smurflar! Ochofatni qorni och. Smurflar! Voy, menimcha bu barzangi. Ota Smurfga xabar berish kerak. Tezroq uchiqishcham, tezroq. Smurfga o'xshaydi. Ochofat yetib oladi. Ota Smurf! Barzangi qishlog'imizga kelyapti. U katta va qo'rqinchli. Lekin ota Smurf, qishlog'imizni hech kim topolmaydi degandingiz-ku. Ha, aytgandim. U bizdan sho'rva pishiradi. Qozonga tushamiz va hammasi tugaydi. Har bir smurf o'zi uchun kurashmoq lozim. Halok bo'lamiz. Jim, nolishni bas qiling. Falokatni mardlarcha qarshi olamiz. Aynan shunisi qo'rqinchli-da. Oshqozoni mazali taomni sezayapti. Smurflar qishlog'i mana u. Endi nima qilamiz? Tinchlanning. Barzangini hurmat bilan kutib olamiz. Mehmon qilamiz. Bayram? Ota Smurf esini yeb qo'yibdi-ku. Bayramlarni yomon ko'raman. Ota Smurf, barzangi kelyapti. Qarang. Tayyorlaning. Naqadar mazali. Ochofat mazali taomlarni xush ko'radi.
Ko'rinishing ishtahamni ochyapti. Xush kelibsiz janobi Ochofat. Biz tomonlarga qay maqsadda tashrif buyurdingiz? Ha? Men ochman. Sho'rva ichmoqchiman. Smurf sho'rvami? Marhamat. Smurflar, sho'rva qaynatadigan katta qozonni keltiring. Sho'rva qaynatadigan qozon? Qani tezroq bo'ling. Hop bo'ladi. Biroz o'tirib turing, janobi Ochofat. Orkestrimiz esa ishtaha ochuvchi kuylardan chalib beradi. 1, 2, 3. Ajoyib. Shunday emasmi? Men sho'rvadan xabar olib kelaman. Tezroq. Qornim och. Sehrli damlama uchun hamma narsalarim bor ekan. Jiqna, keksma, tortni pishirgin. Shirin va to'yimli bo'lsin. Qornim ochdi. Tezroq. Hop bo'ladi ota Smurf. Chorni top. Mehmonga she'rlarda o'qib bersin. Men damlama tayyorlayman. Qornim ochdi. Ochofat uchun sovg'ami? Bu sürpriz. Yaxshi, lekin juda achchiq ekan. Sehrli damlamam tayyor bo'ldi hisob. Ochofatni qorni ochdi. 1000 yil o'tsa ham o'sha qishloqni albatta topaman. Eshityapsanmi, Bezbet? Shirinliklardan tatib ko'ring, janob Ochofat. Juda ham mazali o'xshayapti. Siz uchun maxsus qo'ziqorinli pirog, smurf mevali keks, asal smurflangan tort tayyorladim. Yaxshi. Bilsangiz bu mazali taom. Qornim to'ymadi. Smurf sho'rva qani? Sho'rva? Hammasini o'zim yesam bo'larkan. Hozir senga sho'rvani ko'rsataman. Ochofatni tepa ko'rma. Sho'rva keltir. Mendan ko'rasan qani, janob Ochofat. Yaqin qoldi Bezbek. Ko'nglim sezyapti. Ha, ketdik. Biroz asaldan qo'shsam bo'ldi. Qornim ochdi. Bunaqa ishimni tugatolmayman. Sho'rva keltiring. Menga qara Ochofat. Sen Ota Smurf, omonmisiz? chidasam bo'ladi shekilli. Ota Smurf, ruxsat bering, uni bir smurflab kelay. Nima qilamiz ota Smurf? Meni eshitding. Yagona yo'li smurf sho'rva pishirish. Nima? Ha, boshqa tomonga burildik shekilli, Bezbet. Reja quyidagicha. Suv qaynasi bilan hammangiz qozonga sakraysiz va Hech qachon. Yo'q, qaytmayman. Yo'q. qaytinglar-chi. Qo'rqmanglar. Bu damlama sizni qaynoq suvdan himoyalaydi. Sho'rva bering. Bo'ldik. Ketdik. Ochofatning sho'rvasi qani? Hozir pishadi, janob Ochofat. Suv qaynasin. Smurf sho'rva mazali bo'lsin. Yo'qsa qishloqni vayron qilaman. Tuz, lavr yaprog'i, sabzi, piyoz, 5 ta kattaroq smurflardan solamiz. Kattaroq ko'ngillilardan bormi? Men birinchiman ota Smurf. Men ham. Men ham. Men ham.
ko'ngillilarni yomon ko'raman. Juda soz. Doyurak smurflar, tezroq sakrang. Ne kadar mazali. Suv iliqqina ekan. Zo'rva pishdimi? Yo'q, 1 daqiqa qoldi. Avval smurflarni sho'rbadan olamiz. Suv qaynamayapti. Yana o'tindan tashlash kerak. O'tin? Jigarrang, ingichka cho'pchalar. Ular o'rmonda ko'p bo'ladi. Siz juda kuchli va mard ekansiz. Ochofat o'tin olib keladi. Tezroq chiqinglar. Qo'rqmas, kiyimlarni sol. Tayyor bo'ldi. Ochofatni chaqir. Janob Ochofat, sho'rva tayyor. Mana o'tinlar. Ehtiyot bo'linglar. Xo'sh, qalay, yoqdimi? Sho'r qilibsan. Foydasi yo'q, bezbet. Smurflarni hech qachon topa olmaymiz. Ammo Yordam bering. Ahvolim yomon. bu Ochofat-ku. Mana u. Qishloq ham shu yerda ekan. Ko'zlarimga ishongim kelmayapti. Nahotki qishloqni topdim. Nima bo'ldi? Ochofat maxluqqa aylandi. Tashvishlanma, bu yaxshi. Nima? Ya'ni smurf sho'rva yeganlar shu ahvolga tushadi. Gargamel senga aytmaganmidi? Yo'q. Qo'lga tushdingizmi yaramas smurflar? Quloqni eslasang, burun ko'rinar ekan. Smurflar, hammangizni yeb qo'yaman. Bezbet ularni tut. Qochinglar! Gargamel Ochofatga smurf sho'rva mazali bo'ladi deganda. Gargameldan o'z holingga qaytaruvchi sehrli afsunni so'ra. Mana ularni mushukni haydasang-chi. Mushuk go'shti? Sizlardan smurf do'lma, smurf kabob va smurf dimlama qilaman. Mazali taomlardan senga ham beraman, bezbet. Sen Ochofat, o'zgarib ketibsanmi? Yaxshi tomonga demoqchi edim. Ko'rinishing chakki emas, juda yarashibdi. Judayam. Nima yarashibdi? Tasqaraligimmi? Joduli taom ber. Joduli taom? Seni o'z holingga qaytara olmayman, sehrim yetmaydi bunga. O'zing menga smurf sho'rva yegin deganmiding? Lekin men Ochofatni ko'rkam o'g'lon holiga qaytar. bu qo'limdan kelmaydi. Sehrni qaytaruvchi taomni bilmayman. U biladi. O'z holimga qaytar. Buning iloji yo'q. Iloji bor. Unda seni o'rmonga uloqtiraman. Xo'p, o'z holingga qaytaraman. Lekin kerakli barcha narsalar uyimda. Yo'lni esa bilmayman. Balki smurflar qishloqdan uyimgacha bo'lgan yo'lni chizib berishar. Shunda sehrli damlamani tezda tayyorlab kelardim. Xo'sh, nima deding? Xaritani chizing. Bu juda oson. Katta eman yonidan o'ngga qayrilasan, keyin to'g'riga ketaverasan. Shunchaki yordam bermoqchi edim. O'ylab ko'rishga vaqt bering. Bu juda oson. Katta eman daraxti yonidan o'ngga, keyin to'g'riga. Yo'q. Chapgamidi yo to'g'rigamidi? Esimdan chiqdi. Nima qilsak ekan, a? Sehrni qaytaruvchi taom qani? Ochofatni jahli chiqayapti. Jahl chiqqanda esa Ochofat hamma narsani sindiradi. Tinchlan, hozir tayyor bo'ladi, hozir. Nima dedi? U tayyor bo'ldi, dedi.
Mana tayyor bo'ldi. Ta'sir qilarmikin? Albatta. Abrakadabra shvabra. Voy xudoyim. Tarkibini o'zgartirib ko'raychi. Hozir. Bir daqiqa. Ochofatni jahli chiqdi. Avoy! Sabr qil. Bu yordam beradi. Ishon. Ha, albatta yordam beradi. Ochofatni rostagamiga jahli chiqdi. Yo'q. O'z holingga keltiraman. Rabra. Boshqa afsunni qo'llaymiz. Hozir. Fokus. Ochofat Gargamelni yomon ko'radi. Men ham yomon ko'raman. Janob Ochofat yaxshigina ta'zirini yedi. Ochofat Gargamelni yeb tashlaydi. Janob Ochofat. Mana buni yeb ko'ring, yordam beradi. Qo'rqmang, ota Smurf hech ham aldamaydi. Qaranglar! Ochofat yana ko'rkam o'g'longa aylandi. Lekin bu nima edi, a? Sirib daraxtining bargi shu o'rmonda o'sadi. Farel bargi? Yo'q. O'lishi mumkin emas. Yo'q. Ochofat hali ham och. Voy, men ketdim. Qochdik. Tezroq. Yo'q, men mazali emasman. Sho'r qoq suyakman. Balki smurflardan yersan. Yoki mushuknimi? Smurflarni ham, mushukni ham yemayman. Menga Gargamel kerak. Ochofatni qorni ochdi. Gargamel sho'rvasining ta'mi qanday bo'larkin? Yoqimsiz, bemaza bo'lsa kerak-da.